Assalomu alaykum, aziz tomoshabinlar. Bugungi mavzu juda muhim. Chunki bu faqat pensionerlarga emas, har bir oilaga tegishli. Odam vafot etganda qarindoshlar shundoq ham og'ir ahvolda bo'ladi. Lekin aynan shu paytda mana bu ma'lumotnomani olib keling. Qarindoshligingizni tasdiqlang, pensioner bo'lganini isbotlang. O'lim haqidagi hujjat bo'lmasa rasmiylashtirib bo'lmaydi degan talablar chiqib qolsa, odamlar sarson bo'ladi. Shuning uchun bugun men sizga juda aniq tushuntirib beraman. Pensioner vafot etsa dafn qilish, qabristonda joy ajratish, o'limni rasmiylashtirish va dafn puli yoki boshqa to'lovlarni olish uchun qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Nimalar o'zgargan? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak? Iltimos, hoziroq kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni odam odatda oldindan bilmaydi. Bilmagan paytda esa eng og'ir kunda yugur boshlanadi. Men sizga oddiy, tushunarli tilda amaliy misollar bilan aytib beraman. Avval qanday edi? Ko'p joylarda odam vafot etsa, mahalla qarindoshlar, qabriston mas'ullari bir-birini tanigan holda ishni tez hal qilib yuborardi. Ayniqsa qishloq joylarda falonchi ota vafot etdi. Hammamiz taniymiz. Pensioner edi, oilasi shu yerda deb dafn marosimi hujjatlarsiz ham boshlab yuborilardi. Keyin o'lim haqidagi guvohnoma, tibbiy ma'lumotnoma, nafaqa hujjatlari asta-sekin to'ldirilardi. Lekin hozir ko'p jarayonlar rasmiylashib boryapti. Davlat xizmatlari, tibbiyot muassasalari, IXDYO, pensiya bo'limlari, mahalla, qabriston xo'jaligi, nafaqa to'lovlari, meros masalalari bir-biri bilan bog'lanmoqda. Bu nimani anglatadi? Endi faqat og'zaki aytdik, hamma biladi degan gap yetarli bo'lmasligi mumkin. Ayniqsa pensionerlar bo'yicha. Chunki pensioner vafotidan keyin nafaqa to'xtatilishi, ortiqcha to'langan pul qaytarilishi, dafn uchun to'langan pul qaydan puli, merosxo'rlarning huquqlari, bank kartadagi mablag', kommunal imtiyozlar va boshqa masalalar bor. Eng muhim joyni tushunib oling. Hech kim marhumni hurmatsiz qoldirishga, dafn asossiz cho'zishga haqli emas. Lekin rasmiy dafn qaydi, qabristonda joy ajratish, o'limni ro'yxatdan o'tkazish, dafn nafaqasini olish. Pensionerning hujjatlarini yopish uchun albatta hujjatlar kerak bo'ladi. Muammo shundaki, ko'pchilik hujjatni oldindan tayyorlab qo'ymaydi. Keyin vafot kuni qarindoshlar pasport qayerda? Pensiya daftarchasi bormi? Tibbiy xulosa kim beradi? FHDYO qayerda? Bank kartasi kimda? Qarindoshlik qanday tasdiqlanadi? degan savollar bilan yuguradi. Asosiy qism nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olish kerak? Kim xavotir olmasin, men avvalo asosiy hujjatlar zanjirini tushuntiraman. Odam vafot etganda birinchi hujjat odatda tibbiy o'lim haqidagi ma'lumotnoma yoki tibbiy xulosa bo'ladi. Agar odam shifoxonada vafot etsa, buni shifoxona rasmiylashtiradi. Agar uyda vafot etsa, hududiy shifokor, tez yordam yoki tegishli tibbiy xizmat chaqiriladi. Sababi aniqlanadi. Ba'zan tabiiy o'lim bo'lsa, tartib soddaroq bo'ladi. Agar o'lim sababi noma'lum, jarohat, yiqilish, zaharlanish, yo'l transport hodisasi yoki shubhali holat bo'lsa, huquq tartibot organlari va sud tibbiy ekspertiza masalasi chiqishi mumkin. Keyingi bosqich FHDYO orqali o'lim ro'yxatga olinadi va o'lim haqidagi guvohnoma beriladi. Mana shu guvohnoma keyingi ko'p ishlarning kaliti hisoblanadi. Dafn joyini rasmiylashtirishda ham, pensiyani to'xtatishda ham, dafn nafaqasi olishda ham, meros ishini boshlashda ham, bankdagi mablag'lar bo'yicha ham shu hujjat talab qilinadi. Pensionerlar bo'yicha alohida jihat bor. Marhum pensioner bo'lganini tasdiqlash kerak bo'lishi mumkin. Buning uchun shaxsiy hujjat, pensiya olganini ko'rsatuvchi ma'lumot, pensiya bo'limidagi qaydlar, bank kartaga tushgan nafaqa tarixi, mahalla ma'lumotnomasi yoki tegishli elektron ma'lumotlar asos bo'ladi. Hozir ko'p joyda ma'lumotlar elektron tizimda ko'rinadi, lekin hamma qarindosh elektronda bor-ku deb qo'l qovushtirib o'tirmasligi kerak. Chunki amaliyotda ba'zan tizim ishlamay qoladi. Familiyada xato bo'ladi. PIN-FL noto'g'ri kiritilgan bo'ladi. Eski pasport ma'lumoti turadi. Yashash manzili yangilanmagan bo'ladi. Kimlar ayniqsa xavotir olishi kerak? Birinchidan, hujjatlari tartibsiz bo'lgan keksalar oilasi. Masalan, otaxonning pasporti eski, yashash joyi boshqa tumanda, amalda esa o'g'lining uyida yashaydi. Vafot etgan kuni FHDYO marhum qayerda ro'yxatda turgan, tibbiy xulosa qayerdan berildi? Murojaatchi kim deb so'raydi. Qarindoshlar esa otamiz biz bilan yashardi, lekin propiskasi eski uyda deydi. Mana shunda ortiqcha vaqt ketadi. Ikkinchidan, yolg'iz yashaydigan pensionerlar.
Ularning farzandlari chet elda yoki boshqa viloyatda bo'lishi mumkin. Qo'shnilar va mahalla dafnni tashkil qiladi. Lekin rasmiy hujjat uchun yaqin qarindosh kerak bo'ladi. Agar farzandlar kela olmasa, vakolatnoma, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, mahalla ishtiroki masalalari chiqadi. Bunday holatda oldindan farzandlarning telefon raqamlari, pasport nusxalari, tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar tartibda bo'lishi juda muhim. Uchinchidan, oilada nizoli vaziyat bo'lsa. Masalan, pensionerning birinchi turmushidan farzandlari bor, ikkinchi turmush o'rtog'i bor. Ayrim farzandlar bir-biri bilan gaplashmaydi. Odam vafot etganda faqat dafn emas, meros, bankdagi pul, uy-joy, pensiyaning oxirgi o'yi, qarzlar masalasi ham chiqadi. Bunday paytda bir hujjat yetishmasa, ikkinchi tomon men rozi emasman, meni ham merosxo'rman, dafn pulini kim oldi deb tortishuv boshlashi mumkin. 4-dan, chekka hududlarda yashab, shahar shifoxonasida davolanganlar. Masalan, 72 yoshli pensioner Toshkent shahridagi shifoxonada vafot etdi. Lekin ro'yxat Qashqadaryoda. Dafn esa Samarqanddagi ota-bobolar qabristonida qilinmoqchi. Bu holatda tibbiy hujjat bir joyda, o'limni qayd qilish boshqa joyda, qabriston 3-joyda bo'lishi mumkin. Qarindoshlar buni oldindan bilmasa, hujjatni noto'g'ri joydan izlaydi. Endi kimlar ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak. Agar marhumning shaxsiy hujjatlar joyida bo'lsa, o'lim sababi tibbiy jihatdan aniq bo'lsa, yaqin qarindoshlari bor bo'lsa, yashash joyi aniq bo'lsa, FHDYO va mahalla bilan bog'lanish mumkin bo'lsa, jarayon odatda hal bo'ladi. Ya'ni andi hujjatsiz umuman dafn qilishmaydi degan gapni vahimali ma'noda tushunmang. Gap shundaki, dafn bilan bog'liq rasmiy ishlar hujjatsiz tugamaydi. Qabristonda ham, davlat organida ham. Pensiya to'lovlarida ham mas'ullar keyin javob beradi. Shuning uchun ular hujjat so'raydi. Birinchi misol, 12 yoshli onaxon uyida vafot etdi. Farzandlari yonida, pasporti bor, pensiya kartasi bor, poliklinikada hisobda turgan. Surunkali kasalligi bo'lgan. Bunday holatda qarindoshlar tez yordam yoki shifokorni chaqiradi. Tibbiy xulosa olinadi. FHDYO orqali o'lim guvohnomasi rasmiylashtiriladi. Mahalla va qabriston mas'ullari bilan dafn vaqti kelishiladi. Keyin dafn uchun beriladigan yordam puli masalasida pensiya bo'limi yoki tegishli tashkilotga murojaat qilinadi. Hamma hujjat joyida bo'lsa, asosiy muammo vaqt va navbat bo'ladi, xolos. Ikkinchi misol. 70 yoshli otaxon o'g'lining uyida yashagan, lekin ro'yxatdan o'tgan manzili boshqa tumanda. Pasporti bor, ammo eski ma'lumotlar yangilanmagan. O'limdan keyin tibbiy xulosa hozirgi yashagan joyida beriladi. Lekin FHDYO yoki boshqa organlar manzil bo'yicha qo'shimcha aniqlik so'rashi mumkin. Qarindoshlar u biz bilan 10 yildan beri yashardi deyishi yetmasligi mumkin. Mahalladan yashaganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma, ro'yxat ma'lumoti, qarindoshlik hujjati kerak bo'ladi. Mana shu yerda bir kunlik ish 2-3 kunga cho'zilishi mumkin. 3-misol, pensioner onaxonning farzandlari Rossiyada o'zi yolg'iz yashagan. Qo'shnilar topib mahallaga xabar bergan. Bunday vaziyatda birinchi navbatda shifokor va zarur bo'lsa ichki ishlar organlari chaqiriladi. Keyin qarindoshlar bilan aloqa qilinadi. Farzand kela olmasa kim rasmiy murojaatchi bo'ladi? Mahalla yordam beradi. Lekin o'lim guvohnomasini olish, dafn xarajatlari, keyingi to'lovlar uchun qarindoshlarning hujjatlari kerak bo'ladi. Agar farzandlarning telefon raqami ham, hujjat nusxasi ham yo'q bo'lsa, jarayon ancha murakkablashadi. 4-misol. Pensioner vafotidan keyin uning kartasiga pensiya tushib qolgan. Qarindoshlar bu onamizning puli edi deb yechib oladi. Keyin pensiya bo'limi ortiqcha to'lov aniqlansa, qaytarishni talab qilishi mumkin. Chunki vafot sanasidan keyingi to'lovlar alohida tartibda hisoblanadi. Shuning uchun men doim aytaman, marhumning bank kartasidan pul yechishda ehtiyot bo'ling. Avval o'lim sanasi, oxirgi pensiya davri, dafn puli, meros tartibi bo'yicha aniqlik kiriting. Endi eng ko'p xato qilinadigan joylarga o'tamiz. Birinchi nozik masala. O'lim haqidagi tibbiy ma'lumotnoma bilan FHDYO beradigan o'lim guvohnomasi bir xil narsa emas. Tibbiy ma'lumotnoma o'lim faktini va sababini qayd qilish uchun asos bo'ladi. FHDYO guvohnomasi esa davlat ro'yxatidan o'tgan rasmiy hujjatdir. Ko'p odamlar doktor qog'oz berdi bo'ldi deb o'ylaydi. Yo'q, keyingi ishlar uchun ko'pincha FHDYO guvohnomasi kerak. Ikkinchi masala qarindoshlikni tasdiqlash. Dafn marosimini tashkil qilishda hamma yordam berishi mumkin, lekin pul olish, meros, bank, pensiya masalalarida men qo'shnisiman yoki men jiyaniman degan gap yetmaydi. Tug'ilganlik haqidagi guvohnoma
nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa, shu haqdagi hujjat, pasport ma'lumotlari kerak bo'ladi. Masalan, qiz farzand turmushga chiqqan va familiyasini o'zgartirgan. Onasining hujjatida boshqa familiya, qizning pasportida boshqa familiya. Bunda tug'ilganlik guvohnomasi va nikoh guvohnomasi orqali bog'liqlik isbotlanadi. Uchinchi masala, dafn puli kimga beriladi? Odatda dafn marosimini amalda kim tashkil qilgan bo'lsa, hujjatlar bilan murojaat qilgan shaxsga berilishi mumkin. Lekin nizoli oilalarda bu muammo bo'ladi. Masalan, dafnni kichik o'g'il qilgan. Lekin katta qiz men ham xarajat qildim deydi. Shuning uchun xarajat qilgan bo'lsangiz, kvitansiya, qabriston to'lovi, transport, kafan, xizmatlar bo'yicha imkon qadar dalillarni saqlang. Har doim ham hamma xarajat kvitansiya bilan bo'lmaydi, lekin rasmiy to'lovlarda hujjat kerak bo'lib qoladi. To'rtinchi masala, marhum pensioner bo'lsa ham har bir to'lov avtomatik berilmaydi. Ba'zi odamlar pensioner vafot etdi, demak davlat o'zi pul beradi deb o'ylaydi. Amalda murojaat, ariza va hujjatlar talab qilinadi. Muddat ham bo'lishi mumkin. Kechikib qolmaslik uchun o'lim guvohnomasi chiqqan zahoti pensiya bo'limi yoki ijtimoiy himoya masalalari bilan shug'ullanuvchi mas'ul tashkilotga boring, aniq ro'yxatni oling. 5-masala. Shubhali o'lim holatida dafn tez bo'lmasligi mumkin. Bu juda og'ir, lekin zarur tartib. Agar odam yiqilib boshdan jarohat olgan bo'lsa, tanada izlar bo'lsa, zaharlanish ehtimoli bo'lsa, to'satdan vafot etsa va shifokor sababni aniq yozolmasa, ekspertiza talab qilinishi mumkin. Qarindoshlar biz tezroq dafn qilaylik deb shoshadi, lekin davlat organlari o'lim sababini aniqlashi shart. Bu marhumning huquqi, qarindoshlarning kelajakdagi himoyasi va jinoyat ehtimolini bartaraf qilish uchun kerak. 6-masala, qabriston qoidalari. Har bir hududda qabristonda joy ajratish, eski qabr yoniga dafn qilish oilaviy joy masalasi. Qabriston daftariga kiritish tartibi bo'lishi mumkin. Qabriston mas'uli o'lim guvohnomasi yoki tibbiy ma'lumotnoma nusxasini olib keling desa, bu ko'pincha hisob-kitob va ro'yxat uchun talab qilinadi. Chunki keyin qabr kimga tegishli, qachon dafn qilingan, qaysi maydon, qaysi qator degan ma'lumotlar yoziladi. 7-masala, pensionerning hujjatlari uyda topilmasligi. Juda ko'p oilalarda pasport bir joyda, pensiya kartasi boshqa joyda, tibbiy daftarcha 3-joyda, tibbiy daftarcha guvohnomasi esa umuman yo'qolgan bo'ladi. Vafot kuni bu katta muammoga aylanadi. Men shuni tavsiya qilaman. Har bir oilada keksalarning asosiy hujjatlari bitta papkada tursin. Bu yomon niyat emas, aksincha tartib va himoya. 8-masala, chet eldagi farzandlar. Agar farzandlar chet elda bo'lsa, ular kela olmasligi mumkin. Bunday vaziyatda oldindan ishonchli qarindoshga vakolatnoma qilish, hech bo'lmasa hujjat nusxalarini saqlash, telefon raqamlarini mahallaga berish foydali. Chunki og'ir kunda WhatsAppdan rasm yubordik, hamma joyda yetarli bo'lavermaydi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Buni faqat pensioner vafot etgandan keyin emas, hozirdan qiling, birinchi qadam. Oiladagi pensionerlarning hujjat papkasini tayyorlang. Unga pasport yoki ID karta nusxasi, PIN FR raqami, pensiya oladigan bank kartasi ma'lumoti, pensiya bo'limi bilan bog'liq hujjatlar, tibbiy ma'lumotlar, nogironlik bo'lsa tegishli hujjatlar, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari nusxasi, yashash manzili bo'yicha hujjatlarni solib qo'ying. 2-qadam, qarindoshlik zanjirini tekshiring. Masalan, siz onangiz uchun ish yuritmoqchi bo'lsangiz, sizning tug'ilganlik guvohnomangizda onangizning ismi to'g'ri yozilganmi? Familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomangiz bormi? Otangizning hujjatida ism sharif bir xilmi? Ba'zan Abdullayev bir hujjatda Abdullayev, boshqa hujjatda Abdullayev bo'lib turadi. Oddiy ko'ringan bu rasmiy ishda savol tug'diradi. 3-qadam, mahalla bilan aloqa qiling. Pensioner qayerda yashaydi? Yolg'izmi? Parvarishga muhtojmi? Farzandlar qayerda? Favqulodda holatda kimga qo'ng'iroq qilinadi? Mahalla bilsin. Bu ayniqsa yolg'iz keksalar uchun juda muhim. Mahalla ham hamma narsani bilib turish kerak emas. Lekin zarur kontaktlar bo'lsa, og'ir vaziyatda vaqt yo'qotilmaydi. 4-qadam, tibbiy hisob va kasalliklar bo'yicha tartibni saqlang. Agar pensioner surunkali kasal bo'lsa, poliklinikada hisobda turgani, shifokor ko'rigidan o'tgani, dori-darmonlari, tashxislari qayd etilgani muhim. Chunki uyda tabiiy o'lim bo'lsa, shifokorga o'lim sababini rasmiylashtirishda oldingi tibbiy tarix yordam beradi. 5-qadam. Vafot holati yuz bersa, shoshilinch tartib.
avval tez yordam yoki hududiy shifokorni chaqiring. Agar o'lim shubhali bo'lsa, hech narsani o'zgartirmang, jasadni ko'chirmang. Huquq tartibot organlari kelishini kuting. Tibbiy hujjatni oling. Keyin FHDYO yoki davlat xizmatlari orqali o'limni ro'yxatdan o'tkazish tartibini aniqlang. O'lim guvohnomasini olgandan keyin mahalla, qabriston mas'ullari va pensiya bo'limiga murojaat qiling. 6-qadam. Dafn puli yoki yordam puli uchun hujjatlar. Odatda quyidagilar kerak bo'lishi mumkin. Ariza, murojaatchining pasporti, marhumning pasport ma'lumoti, o'lim guvohnomasi, pensioner bo'lganini tasdiqlovchi ma'lumot, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjat, bank rekvizitlari. Hududga va to'lov turiga qarab qo'shimcha hujjat so'ralishi mumkin. Shuning uchun qo'shnimga bunday qilishgan edi deb emas. O'zingizning tumaningizdagi mas'ul idoradan aniq ro'yxat oling. 7-qadam bank va pensiya masalasida ehtiyot bo'ling. Marhumning kartasidan pul yechish, pensiya tushgan bo'lsa ishlatish. Telefon bank orqali o'tkazish qilishdan oldin huquqiy oqibatini o'ylang. Agar pul meros tarkibiga kirsa, notarial tartib kerak bo'lishi mumkin. Agar vafotdan keyin ortiqcha pensiya tushgan bo'lsa, qaytarish talab qilinishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l pensiya bo'limiga vafot haqida xabar berish va hisob-kitobni aniqlashtirish. 8-qadam merosni unutmang. Ko'p odamlar dafn bilan hamma narsa tugadi deb o'ylaydi. Aslida uy, yer, bank omonati, karta qoldig'i, kompensatsiya, qarz, kommunal hisoblar, hatto telefon raqami ham keyingi masalalarga sabab bo'lishi mumkin. Meros bo'yicha odatda notariusga murojaat qilinadi. Muddati bor. Shuning uchun o'lim guvohnomasi olingandan keyin merosxo'rlar o'zaro kelishib hujjatlarni yig'ish kerak. 9-qadam. Hujjatlarni nusxa qilib saqlang. O'lim guvohnomasi, tibbiy ma'lumotnoma, dafn bilan bog'liq to'lovlar, ariza nusxalari, pensiya bo'limiga topshirilgan hujjatlar, notariusga berilgan ma'lumotlar hammasining nusxasi bo'lsin. Chunki keyin qachon topshirgansiz, kim olgan, qaysi sana degan savollar tug'iladi. 10-qadam. Oilada oldindan ochiq gaplashing. Bu noqulay mavzu lekin zarur. Keksalarning hujjatlari qayerda turadi? Qaysi shifokorda hisobda? Pensiya qaysi bankka tushadi? Qarzlari bormi? Vasiyat qilganmi? Qaysi qabristonga daf etishni xohlaydi? Bularni bilish kerak. Bu gaplar marhumni chaqirish emas, aksincha oilani sarsonlikdan saqlash. Aziz tomoshabinlar, bugungi mavzuning eng muhim xulosasi shuki, pensioner vafot etganda dafni insoniy va diniy urf-odatlar asosida tashkil qilish bir masala. Rasmiy hujjatlarni to'g'ri yuritish esa ikkinchi masala. Hozirgi davrda o'limni ro'yxatdan o'tkazish, qabriston qaydi, pensiyani to'xtatish, dafn puli olish, meros masalasi, bankdagi mablag'lar bo'yicha hujjatsiz harakat qilish qiyinlashmoqda. Shuning uchun qarindoshlar ma'lumotnoma va hujjatlarni yig'ishga majbur bo'lib qolmaslik uchun hammasini oldindan tartibga keltirish kerak. Men sizdan so'rayman, oilangizdagi keksalarning hujjatlari tartibdami? Pasporti, tibbiy ma'lumotlari, pensiya hujjatlari, qarindoshlikni tasdiqlovchi qog'ozlar bir joydami? Shu haqda izohlarda yozing. Boshqalarga ham foydasi tegishi uchun o'z tajribangizni bo'lishing. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni bugun bilgan odam ertaga eng og'ir vaziyatda sarson bo'lmaydi.